Assalomu alaykum hurmatli saboqdoshlar. Biz bugun aqida darsimizning 2-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda aqidaninki asoslari haqida va aqidaning ahamiyati haqida to'xtalgan, hamda biz bugun aqidaning asoslarininki tafsilotlari haqida to'xtalamiz. Biz aqidaninki asoslarining birinchisini nima deydik? Aqidaning asosining birinchisi Allohga ishonish degan edik. Allohga ishonish degan nima? Allohga ishonish deganimiz Allah subhanahu va taolaninki ba ekanligiga ishonish va Allah subhanahu va taolaninki butun koinotdagi hamma narsalarninki parvarishkori, Robbi ekanligiga ishonish va Alloh taolaninki faqatligam Alloh taolaninki ibodatga loyiq zot ekanligiga ishonish va Alloh taolaninki butun kamol sifatlari bilan sifatlanganligi, nuqson sifatlaridan pak ekanligiga ishonishni o'z ichiga oldi. Endi bizning o'lchamlik tunishtirishni kitobimizda ba'da qaraydigan bo'lsanglar, al-imanu billah, Allohga ishonish deganimiz huval i'tiqadul jazim bi wujudihi subhanahu va ta'ala. Wa annahu rabbu kulli shay, al-mustahiq lil ibadah wahdah duna ma siwah, al-muttasif bi sifatil kamal, al-munazzah an sifatin naqs. Al-imanu billah, Allohga ishonish deganimiz u itiqod qilish. Nada bo'ldi ekan? Itiqodimizda bo'ladi. Itiqod qilish Alloh subhanahu va taolaning ba ekanligiga va Alloh subhanahu va taolaninki hamma narsaning Robbi ekanligiga. Robbi degan nima? Uning rizq beruvchi, uni parvarish qiluvchi, uni yaratuvchi, uni idora qiluvchi deganni bildiradi. Al-mustahiqqu lil ibadah va ibodatga u Alloh boshqasiz yolg'iz holatda loyiq ekanligiga va Allohning kamol sifatlari bilan sifatlangan nuqson sifatlaridan pak ekanligiga keskin ishonishni ko'rsatadi. Mana bu al-imanu billahning ma'nosi. Endi biz bu yerda bir qancha xil gaplarni qildik. Birinchisi Allohning borligiga ishonish deb. Shundaqo al-imanu bi wujudihi. Zalika bi anna Alloha huval haqq. Qur'ondan bo'lgan dalil. Endi bunun delilleri hemisi naqlimu, aqli cihetin Allah'ın bağlığı ispat bağımı desa, Allah'ın bağlığı aqli cihetin toşak ispatlava. Allah Teala Kur'an'ı çürüşünün ilgiri özününki bağlığını bildirdiğin nurgulluğun ayetlerini yaratkan. Kur'an okuyduğun ayet bolsa, biz kürep tefekkür kıldığın nurgulluğun Allah Teala'nın bağlığını gösteren ayetlerini yaratkan. Biz aklimiz arkalık mıço Allah'ın bağlığını bilelimiz. Ve ondan başka Allah Teala insanını yaratkan vaxtıda onun fitretiga, tabiatiga Allah'ın bağlığını itiraf kıldığın bir kodni, bir hususiyetini bile yaratkan. Qalu bala şehidna. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de her bir canlı yaratkan vaxtıda bir guahlık ağan. Allah'ın bağlığına naqılgan guahlık ağan. Demek Allah'ın bağlığına bizning fitretimiz mi buldu? Delil bo'lalaydi. Aqlimiz mi şu? Delil bo'lalaydi. Ondan başka şeriatdan mı şu? Neslerden, nakli cihetten mi deliller var. Demek Allah'ın bağlığına fitret, akıl ve nakli şu 3 xil delil var. Allah'ın bağlığının delilleri birincisi sağlam fitret. Bozulmagan, günah məsiyetki çönmegen sağlam fitret. Sağlam fitret degen qanda degende, sağlam fitret degenimiz günah məsiyet bilen bulganmagan pakiz tabiat. Pakiz tabiatdagi insonlar bir yaratquchining borlig'ini his qila oladi. Nima orqali his qila oladi? Ikki narsa orqali his qila oladi. Birisi insondagi ojizlik orqali his qila oladi, yana birisi insonning bir narsaga hojatmand, muhtoj bo'lib turadiganligi bilan his qila oladi. Masalan, inson shu darajada ojizki, kichkina bir mikrob insonni o'ltirib oladi. Kasal qilib o'ltirib oladi. Yatqızı ötəlaydı. Şu derecede insan aciz. Qançalik kuch ko'p ketsin, qançalik pul darab ketsin, qançalik texnika ko'p ketsin, onun aldıda turanmaydı. Bu birisi. Yani birisi insan muhtaç. İnsan hava bo'lmasa yaşayamaydı. Su bo'lmasa ölüp qalıdı. Yemey turanmaydı. Demek insandaki acizlik ve muhtaçlıktan ibaret bu insanın bu iki narsa insanın fitretide bir Allah'ın bağlığını bildirdi insanga. Bunu o'ylab mı tapalaydı. Bu birinci delili, fitretdagi delili. Şu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de faqim vajhaka lid-dini hanifa. To'g'ri bo'lgan dinga yuzlangin.
Fitratallahi allati fatran nasa alayha. Alloh taolo kishilarni u din ustiga qanday qilgan? Yaratgan deydi. Shu din bilan yaratgan. Alloh taolo insonning tabiatiga islomni kodlab etgan, yozib etgan insonning tabiatiga. Shunga inson islom bilan islomga ishonmay, Allohga ishonmay qanchalik rahat turmush kechirib baqsin, qalbi bir xil rahat topolmaydi, orom topolmaydi. Nimishqa uning tabiati Alloh yozgan bir tabiat kod uni tatib turadi. Lekin uning yashagan hozirgi holati u yerga kelmagachga bir xil uning ruhiy dunyosida bearamchilik, rahatsizlik bor. Ikkinchisi al-aqlus sarih. O aqlmi Allohning borlig'ini ko'rsatib beradi. Dalil bo'la oladi. Masalan, bir hozir men so'zlayotgan bu kamera yaratquchisiz yaratildi. Yasag'uvchisiz, zavodsiz o'zigidan paydo bo'lib qoldi desam buningga qaysi bir aql ishinidir? Ishonmaydi. Unda bo'lsa, bu muntazam, sistemalik, nihoyat bir o'z qonuniyatlik bu koinot yaratquchisiz yaratildi desam buningga kim ishonadi? Buningga bir sog'lom aqlchi qabul qilmaydi. Demak, aqlimizmi Alloh taolaninki borlig'ini ko'rsatib beradi. Shuning uchun Alloh taolo am xuliqu min g'ayri shay'in am humul xoliqun. Ya'ni ular yaratquchisiz yaratildimi yoki ular o'zi yaratquchimi? Buni o'ylab baqish kerak. Biz yaratquchi emas. Chunki biz yaratolmaymiz. Eng oddiy narsani yaratolmaymiz. Biz insonlar taraqqiy qilib shunda cho'ng narsani yasab ketdi, lekin Alloh yaratgan narsani yaratolmadi. Bir tuxumni yarata oldimi? Bir olmani yarata oldimi? Yaratolmadi. Ash-shar'u sahih. Endi shariat bizning sahih bo'lgan shariatimiz Allohning borlig'ini ko'rsatib turadi. Masalan, Alloh taolo "Va law kana min 'indi g'ayrillah" agar Qur'on Allohning boshqasidan Allohdan kelmagan bo'lsa-da, bunda nurg'unlagan ziddiyatlarni, ixtiloflarni topatdingiz deydi. Endi Allohga ishonish ikkinchi qilib nimani o'ziga oldi deganda, Alloh taolaninki rububiyatiga ishonishni o'ziga oldi. Bu rububiyat degan nima degan gap? Alloh taolaninki parvardigor, ya'ni tarbiyachi, parvarishkor ekanligiga ishonishni o'ziga oldi. Bu rububiyat nimalarni o'ziga oldi deganda, cho'ng jihatdan 3 xil narsani o'ziga oldi. Buningki o'ziga olgan madori, doirasi birinchidan yaratish. Bütün koinotdagi narsalarni Allohning yaratgan ekanligiga ishonish. Bu bir iymon rububiyya. Alloh taolo Qur'on Karimda Allohu xalaqa kulli shay. Alloh hamma narsani yaratdi dedi. Ikkinchisi al-mulk. Saltanat, igidorchilikda Alloh taologa ishonish. Bütün narsalarning egasi kim? Alloh taolo. O'ylab qilishimiz mumkin. Uyning egasi men, mashinamning egasi men, kompyuterimning egasi men deb. O'ylab boqaylik, biz egasi men ekan. O'lsak bizningmi? Yo'q. O'lsak shu uy bizningmi? Shu pulni bizningmi? Yo'q. İnsanning igidorchiligi nisbiy, mutlaq emas. Ammo Alloh taoloning igidorchiligi mutlaq. Wa lam yakul lahu sharikun fil mulk. Saltanatda Allohga shirik yo'q. Igidorchilikda Allohga shirik yo'q. Üçüncüsü el-emr. Buyruqda ve ishda ve koinotda yuz berayotgan ishlarda Allah yalg'iz deb ishonish. Bu rububiyatning bir türi. Bu el-emr ichiga rizqmi kirib ketadi, nurg'un ishlar kirib ketadi. Alloh taolo Qur'on Karimda innama amruhu iza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Alloh taolo bir narsaga kun desa, bo'ldi shu bo'ladi. Endi bunda desak, nurg'un eskiliklar bo'layotdi, nurg'un yaxshiliklar bo'layotdi. Hammasi Allohningki irodasi bilan, amri bilan, buyruq bilan bo'layotdi desa, albatta hammasi Allohning irodasi bilan bo'layotdi. Unda bo'lib qolsa, bu qanday gap desa, shariat buni Alloh taolo yaxshi ko'ramdi bunda bo'lishini desa, zimindagi ishlarning hammasi Allohning irodasi bilan bo'layotdi. Ammo shu ishning bo'lganligi Allohning uni qanday qilganligini yaxshi ko'radiganligini bildirmaydi. Biz bu nuqtadan Allohning amrini ikki turga bo'lamiz. Buyruqni ikki turga bo'lamiz. Nima deb? Birinchisi al-amrul kawni. Alloh taolo kawni koinot e'tibori bo'yicha bir ishlarni qiladi, imtihon qilish uchun. Masalan, Fir'avnninki podshoh bo'lishimi Allohningki irodasi bilan bo'lgan. Buning orqali Musoni chiqarib bir imtihon qilmoqchi, u orqali kishilarni sinamoqchi, u orqali Alloh taolo o'zining qudratini namoyon qilmoqchi. Shunday cho'ng qilsak kirib ketadi. Demak, yomon ishlarning bo'lishi Alloh taolaning kavniy irodasi bilan bo'ladi deymiz. Demak, kavniy irodasi Allohning irodasi bilan bo'ldi, lekin Allohning muhabbatini, yaxshi ko'rishini, roziligini o'z ichiga olmaydi. Ammo al-amru shar'iy, shar'iy ishlar desa, dunyodagi yaxshi ishlar,
bu hammasi Allohning irodati shar'iy yoki amri shar'iy bilan bo'ladi. Bu Alloh taolaning irodasi qo'shilgan Allohning muhabbati va roziligiga o'z ichiga oldi. Demak, iymon rububiyat degan cho'ng 3 doirani o'z ichiga oldi. Endi al-iymanu billah 3-qilib nimani o'z ichiga oldi deganda, 3-qilib bi uluhiyatihi Allohning nimasiga ilohligiga ishonishni o'z ichiga oldi. Allohning ilohligiga ishonishni o'z ichiga oldi degan nima gap desa, biz Allohning rost yaratuvchi ekanligini, Allohning iloh ekanligini turgan vaqtimizda uni nima qilishimiz kerak? Ibodat qilishimiz kerak. Shunga Allohning ilohiy ulug'iyatiga ishonish deganimiz bütün ibodatlarning hammani faqat Alloh yolg'iz Alloh qilishni ko'rsatadi. Demak, bir odam Alloh qilishini deb qo'yib, Allohning barligiga ishonadi ekan. Ammo Alloh taolaninki bütün koinotdagi ishlarni qildiganligiga ishonmasa, bu odamning iymoni iymon emas. Chunki bu iymoni bi vujudihi ba, ammo rububiyatiga iymon yo'q deymiz. Bir odam Allohning yaratuvchi ekanligiga, rizq beruvchi ekanligiga, bütün ishlarni qiluvchi ekanligiga ishonadi ekan. Ammo ibodatni Alloh qilmaydi ekan. Allohga duo qilmaydi ekan, boshqalarga duo qildi ekan. Bunda qolsa, yana bu odamning iymoni iymon emas deymiz. Chunki bunda iymon, ulug'iyat yo'q deymiz. Bu dafa biz tavhidning babida biz texnik tafsil tushundiramiz. Mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Va'budullaha ve la tushriku bihi shay'a." Sizlar Allohga ibodat qilinglar, Allohga bir narsani qilmanglar, shirk keltirmanglar dedi. To'rtinchi qilib Allohga ishonish deganlik Allohning ismlariga va sifatlariga ishonish. Qur'on va hadisda kelgan ismlariga va sifatlariga ishonish. Qanday shaklda ishonish? Huwa isbat ma asbatahu Allohu li nafsihi. Alloh o'ziga isbotlagan va uning elchisi Allohga isbotlagan ism va sifatlarni isbotlash va Alloh o'zini poklagan va uning elchisi, ya'ni payg'ambarimiz Allohdan poklagan narsalarni ayb va nuqsonlardan Allohdan qanday qilish poklash. Bu Allohning ism va sifatiga ishonish bo'ldi. Demak, al-iymanu billah Allohga ishonish deganimiz Allohning barligiga ishonish, Allohning rububiyatiga, ya'ni Robb parvarishkor ekanligiga ishonish, Allohning ulug'iyatiga, faqat yolg'iz ibodat qilish qila loyiq zot ekanligiga ishonish, Allohning Qur'on va hadisda kelgan ism va sifatlariga ishonish va Alloh va uning elchisi poklagan ayblardan Allohni pok deb bilish, bu Allohga ishonishning umumiy doirasiga kiradi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Velillahil esmaul husna fad'uhu biha." Allah'ın güzel isimleri var, onun bilan Allah'ını dua qilinglar. Leysa kemetlihi şey, Allah'ın hiçbir nesli yok, o'xshashi yo'q. Alloh taolo anglag'uvchi va ko'rib turuvchi. Unda bo'lsa vaqtlar, bizning bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست